Assalomu alaykum. Efirda Munozara maydoni tok-shousi, studiyada boshlovchi Shahzoda Norqulova. Xabaringiz bor, har gal biz e'tiborimiz markazida bo'lib turgan mavzularda fikr mulohazalar yuritishga harakat qilyapmiz. Bu gal ham studiyamizga mutaxassislarni taklif etganmiz. Ular bilan bo'lib o'tadigan suhbat esa sizni befarq qoldirmaydi. Shunday ekan, bizni shunchaki tinglamang, siz ham dasturda ishtirok etishga harakat qiling. Ekraningizda ko'rinadigan manzillar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni SMS tariqasida savollaringizni, fikr mulohazalaringizni yozib qoldiring yoki 72 kodi bilan 226 08 41 raqamlariga sim qoqing va savollaringizni albatta bizga yo'llashga harakat qiling deymiz. Bandlik va aholi daromadi masalasi bugungi kunda birinchi darajali vazifaga aylangan. Bunda yana bir muhim masala tartibli va xavfsiz mehnat migratsiyasini ta'minlash zarur. Chunki xorijda ishlash istagida bo'lgan fuqarolarni mehnat huquqlari kafolatlangan ish o'rinlariga ega bo'lsalargina nafaqat ularning o'zlari, balki oila a'zolari, yaqinlari xotirjam bo'ladi. Fuqaro o'z mehnati ortidan oilasi farovonligini ta'minlashga erishishi mumkin bo'ladi. Mazkur yo'nalishda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligining Jizzax hududiy filiali tomonidan xorijda qonuniy, xavfsiz va yuqori daromadli ish o'rinlariga joylashtirishga qaratilgan qator loyihalar izchil amalga oshirilmoqda. Hozirga qadar Rossiya, Germaniya, Janubiy Koreya kabi qator xorijiy mamlakatlardagi mehnat bozorlari o'rganilib, samarali hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Lekin bu bilan xotirjamlikka yo'l qo'yib bo'lmaydi. Anglaganingizdek, bugungi muloqotimizda bu boradagi muhim masalalar yuzasidan fikr mulohazalar yuritmoqchimiz va studiyamizga mutaxassislarni taklif etganmiz. Ular bilan tanishib oling. Marhamat. Men Abdullayev Mustafa Murodovich, Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi Migratsiya va personallashtirish boshqarmasi boshqarma boshlig'i o'rinbosariman. Marhamat. Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi katta inspektori Xolmatov Tohir Asadli bo'laman. Mirzo Ahmedov Dilshod Sharifovich, Xalq deputatlari Jizzax viloyat kengashi xorijiy investitsiyalar va turizm masalalari doimiy komissiyasi. Rahmat. Marhamat. O'zbekiston mahallalar uyushmasi Jizzax viloyat boshqarmasi bosh mutaxassisi Asqar va Nigora. Migratsiya agentligi Jizzax hududiy filiali xodimi Pirimqulov Dilmurod. Assalomu alaykum, yana bir bor xush kelibsiz. Yuqoridagi mavzu yuzasidan fikr mulohazalarda bellashish va aynan mana shu fikr mulohazalar almashish maqsadida bugun studiyamizga yig'ildik. O'ylaymizki, bugungi dasturimiz ham teletomoshabinlarimizni va tinglovchilarimizni befarq qoldirmaydi. Sir emaski, jahon hamjamiyatining integratsiyalashuvi barobarida migratsiya jarayonlari ham globallashib boryapti. Ayniqsa bugun tashqi migratsiya turli mintaqa va mamlakatlarni o'z doirasida qamrab oldi. Chunki dunyoning har qaysi burchagida yuz berayotgan migratsiya jarayonlari asosiy iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va ekologik va boshqa sabablarga sabab bo'layotgani hech birimizga sir emas. Shunday ekan, bugun migratsiya jarayonlarini tartibga solish masalalari viloyatimizda qay darajada hal etilyapti? Marhamat, fikrlaringiz. Bugungi kunda O'zbekiston migratsiya jarayonlarini tartibga solish bo'yicha tizimli va keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlarga asosan mehnat migratsiyasi boshqarishning yangi mexanizmlari shakllantirib, fuqarolarni xorijda xavfsiz va tartibli qonuniy asosida ishga joylashtirish ustuvor ahamiyat berilmoqda, e'tibor berilmoqda. 2024-yil, 2026-yillarda bu yo'nalishlarda bir qator muhim hujjatlar qabul qilindi. Migratsiya geografiyasi ham kengayib, Rossiya bilan bir qatorda Yevropa, Osiyo, Yaqin Sharq davlatlarida qonuniy mehnat qilish imkoniyatlari oshmoqda. Buyuk Britaniya, Germaniya, Italiya, Ispaniya, Fransiya, Janubiy Koreya, AQSh bilan mehnat migratsiyasi sohasida hamkorlik yo'lga qo'yilgan. Yangi yo'nalishlar, taklif etilayotgan kasblar, xorijiy ish beruvchilar bilan kelishuvlar, tanlov talablari, fuqarolar uchun yaratilgan imkoniyatlar haqida ham ma'lumot bersangiz. Bular bo'yicha Jizzax viloyatimizda asosiy e'tibor fuqarolarni shunchaki xorijga yuborish emas, balki ularni kasbga, ya'ni kasbga va shu qatorda xorijiy tillarga o'qitib, o'rgatib, yangi yo'nalishlar sifatida Yevropa davlatlariga talabi yuqori kasblar
shu qatorda talabi yuqori bo'lgan kasblar, ya'ni hamshirachilik, payvandchilik, qassobchilik, qurilish, xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi yo'nalishlarida o'qitish, kasbga shu yo'llarda amalga oshirilmoqda viloyatimiz bo'yicha. Keling, shu o'rinda tasdiqlangan vakansiyalardan kelib chiqib har bir mamlakat va yo'nalishi kesimida talab yuqori bo'lgan kasblar, ish haqqi, mehnat sharoiti, yashash xarajatlari, til va malaka talablari, viza hamda shartnoma tartiblarini soddaroq qilib bizni kuzatib turgan teletomoshabinlarimizga va tinglovchilarimizga tushuntirib o'tsak. Bugungi kunda o'sha fuqarolarimizni ehtiyojlari sezilgan hollarda har bir davlatni, ya'ni o'sha Yevropa davlatlari bo'ladimi, O'rta Osiyo davlatlari bo'ladimi, ular o'sha ish beruvchilarni, o'sha davlatlarning o'zining talablari bor. O'sha talablardan kelib chiqqan holda biz fuqarolarga ish berishimiz mumkin. Ya'ni o'sha kelgan fuqaro, murojaat qilib kelgan fuqarolarni Yevropa davlatlarining talabi asosida kasbini so'raymiz, nima mutaxassisligiga ega yoki qaysi tilni bilishiga qarab biz yo'naltiramiz. Agarda shunday hollarda fuqarolarimiz kasbga ega bo'lmasa va yuqorida aytib o'tganimdek tillarni bilmasa, biz o'shalarni o'zlari xohlagan yo'nalishlar bo'yicha kasbga yoki o'sha til kurslariga o'qitib ishga yo'naltiramiz. Vakansiya nomi, ish haqqi, talablar, shart-sharoitlar, hujjat topshirish muddati va rasmiy murojaat havolasi ko'rsatilgan ma'lumotlarni ham taqdim etib o'tsangiz. Bu bo'yicha bizni fuqarolarimiz ishlashni xohlagan joylarda o'sha ish beruvchilar tomonidan ba'zi birlari o'zlari butun imkoniyatlaridan kelib chiqib ish beruvchilarni shunchaki olib ketadi. Yotoq joylari, ovqatlari bilan to'liq ta'minlanadi. Oyliklari yuqori darajada bo'ladi. Umuman olganda, qisqa qilib aytganda, hamma berilayotgan sharoitlar fuqarolar keyin imkoniyat yaratib beryapti. Ba'zi fuqarolar shunday o'ylashadiki, kasb hunarim bor, bemalol xorijda ishlayversam bo'ladi degan fikrda bo'lishadi. Ammo bilishimizcha, o'zimizdagi ma'lum bir kasb, aytaylik, haydovchilik guvohnomasi, aynan xorijiy, biz boradigan xorijiy davlatlarda bu guvohnoma o'tmasligi mumkin. Ya'ni ba'zi bir kasb hunar sertifikatlari ham xorijda tan olinmasligi mumkin. Aynan mana shu sertifikatlarga ishonib xorijga ishlashga borayotgan fuqarolarimizning keyingi taqdiri qanday hal etiladi? Bu borada biz misol qilib olsak, hozirgi kunda keladigan, murojaat qilayotgan fuqarolarimiz asosan ko'proq Germaniya, ya'ni o'sha Yevropa davlatlarining ichida Germaniya davlatini tanlashadi. Bu Germaniya davlatini o'zini talablari bo'yicha o'sha B1, B2 darajasida til sertifikatini talab qilishadi. Shu qatorda haydovchilik yo'nalishlari bo'yicha pravolari yoki haydovchi huquqiga ega bo'lgan bilan u davlatda o'tmaydi. Yoqqa borgandan keyin bularni qaytadan o'sha o'qishlarini o'zini metodikasi bo'yicha o'qitib tayyorlaydi. Ba'zi bir fuqarolarimiz shunchaki o'zi qandaydir qora yo'llar bilan borib, ular har xil to'siqlarga, qiyinchiliklarga duch keladi. Biz migratsiya orqali qonuniy tashkil ketadigan bo'lsa, biz o'sha davlatlar bilan kelishilgan holda jo'natgan o'sha fuqarolarimizni o'sha davlatda o'zida qaytadan o'qitib, o'zlarini o'sha metodikasi, huquqlari bo'yicha qaytadan o'qitib shakllantirib beriladi. Migratsiya tomonidan borgan fuqarolarning huquqlari kafolatlanadi, xavfsizligi ta'minlanadi. Bular bo'yicha fuqarolarimizga keyin imkoniyatlar berilgan. Misol uchun deylik, qandaydir bir o'sha tazyiqlarga yoki qandaydir bir to'siqlarga uchragan hollarda migratsiya agentligi tomonidan tekin advokatlarimiz bor. Ularga o'sha davlat tomonidan berilayotgan kompensatsiya pullarimiz bor. Juda ko'p imkoniyatlarimiz borda, endi va hokazo deb tushuntirib ketsak bo'ladi, lekin bizning ayrim fuqarolarimiz borki, men shunchaki ketsam bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin aksincha u davlatlarda o'zining talabi bor, qonuni bor. O'sha talab darajasida ketganligini ma'qul deb tavsiya qilamiz. Aslini olganda viloyatimizda ham, umuman mamlakatimizda ham ish o'rinlari keng joriy etilyapti. Bir hisobdan o'ylaydigan bo'lsak, aynan chet davlatga chiqish emas, viloyatimizda ham ishlab, aynan mana shu chet davlatda topish mumkin bo'lgan mablag'ni topish mumkin. Lekin bugun fuqarolarimiz negadir chet davlatlarga borib ishlashni ma'qul ko'rishyapti va siz aytayotgan noqonuniy yo'llar bilan borib ishlashga harakat qilayotgan va aynan shu davlatda ba'zi bir to'sqinliklarga uchragan yoki
go'yoki o'z yurtiga qaytib kelishni istab kela olmayotgan fuqarolarimiz ham bor. Ularga migratsiya tomonidan qanday yordam ko'rsatiladi? Unday fuqarolarimizga agarda o'sha borgan davlatida qonuniy ishlab, belgilangan tartibdagi hujjatlarga ega bo'lgan holda biz migratsiya agentligi tomonidan tekin advokatlar yollab beramiz. Ularni vatanga qaytarish choralarini ko'riladi. Agar endi biz qachon qanday tartibda migratsiya agentligi o'sha jarayonga aralasha olmasligi mumkin. Fuqaroyimiz jinoyat ish qilgan bo'lsa, o'sha qandaydir bir o'sha davlatni organlari bilan bog'liq bo'lgan holatlarda biz aralasha olmaymiz. Bu bo'yicha o'zimizni mana shu Jizzax viloyatimizda ham bir nechta fuqarolarimizga ham amaliy yordam berib kelyapmiz. Shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Migratsiyadan qaytib kelayotgan fuqarolarimizni ba'zida mahalla fuqarolari ham yoki mahalladagi yettilik ham xabar topmayapti. Ularni qachon kelib, qachon chet davlatga chiqib ketishi haqida ma'lumotlarga ega emas. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz aynan mana shu yashirin yo'llar bilan chet davlatlarga chiqib ishlashni ma'qul ko'rishadi va aynan u yoqdan qaytib kelgandan so'ng esa o'z yurtida ish topishga biroz qiynalayotganlar ham bor. Demoqchimanki, bu borada hamkorlik qanday yo'lga qo'yilgan tashkilotlar o'rtasida? Marhamat, fikrlaringiz. Savolim bor edi migratsiya agentligidagi hurmatli akamizga. Bu sizlar amalga oshirilayotgan ishlaringizni samarali tashkil etish uchun qay darajada shtatlar birligi yetarlimi? Mutaxassislar yetarlimi? Chunki biz Milliy tiklanish demokratik partiyasini partiya guruhi tomonidan shu yilni boshida ozgina mazkur masala bilan shug'ullanganimizda ba'zi bir masalalar ochiqligicha qolgan edi. Savolingiz o'rinli bo'ldi. Bu bergan savolingiz ba'zi bir paytlarda biz o'zimizni ham qiynab keladi-da. Misol uchun bitta viloyatga 4 ta xodim, rahbar bilan 5 ta xodim. Misol deylik, u meni nazarim bo'yicha kamlik qiladi deb o'ylayman. Imkoniyat bo'lsa, iloji bo'lsa, boshqa tashkilotlar o'sha tumanlarga ham mas'ul xodimlar berishsa, bizni ham ba'zi bir o'sha kadrlar masalasida ancha bir yengilliklarga ega bo'lardik. Bu muammoni hal etish uchun tegishli tashkilotlarga murojaat qilinganmi? Murojaat qilingan, albatta. Takliflar berilgan. Takliflar berilgan. Hozir endi jarayon ketyapti. Bu bo'yicha yechimni topib qoladi degan umiddamiz. Juda soz. Agar savol bo'lmasa, yuqoridagi savolning javobini sizlardan eshitamiz. Marhamat. Bugungi kunda viloyatimizda 304 ta mahalla faoliyat yuritmoqda. Unda mahalla yettiliklari. Mana yuqorida siz savol berdingiz, ayrim fuqarolarimiz xorij davlatiga ketayotganini mahalla yettiligi bilmay qoladi degan savolni berdingiz. Haqiqatan ham shu davrgacha shunday edi. Hozirgi kunda aynan mahalla yettiligini vazifasiga o'sha har bir fuqaroni xonadonboy yurib, o'sha xonadondagi fuqarolarni ish bilan ta'minlanishi, oilaviy ahvolni o'rganish masalasi mana yaqinda, mana shu yilni 24-iyunida prezidentimiz tomonidan 116-sonli farmon imzolanib amaliyotga joriy etildi. Aynan mana shu farmonda mahalla yettiligini har bitta fuqaroni xonadonboy borib o'rganib, ularni ishsizligi bilan ta'minlash, oilaviy ahvolni o'rganish masalalari ham mana shu farmonda belgilab berilgan. Shuning uchun ham bugungi kunda mahalla yettiliklari, faoliyat yuritayotgan barcha mahalla yettilikdagi o'sha har bir a'zolar yettilik emas, o'sha migratsiyadan qaytgan fuqaro bilan ishlash hamkorlikda. Bundan 2023-yil 21-dekabrda prezidentimizni 209-sonli farmoni qabul qilingan edi. Bu farmonda mahalla yettiligi faqat o'ziga belgilangan vazifa bilan ishlardi-da. Unda qanday? Masalan, faqatgina migratsiyadan qaytgan ishsizlar bilan faqatgina hokim yordamchisi shug'ullanar, ishlardi. Endi bugungi mana bu 116-sonli farmonda endi hamkorlikda mana shu mahalla yettiligi o'sha migratsiyadan qaytgan fuqaroni oilasiga borib, uni oilaviy sharoitini o'rganadi, ish bilan ta'minlanish chorasini ko'radi. Agar qaysidir soha, qaysidir yo'nalish bo'yicha agar mahorati bo'ladigan bo'lsa, o'sha mahalla yettiligini xulosasi bilan mana shahrimizda tashkil etilgan mana markazlarga, mana Savdo sanoat palatasi viloyat boshqarmamizda ham aynan o'sha tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha o'quvlari bor. Mana shu yo'nalishlarda biz o'sha mahalla yettiligi tavsiyasi yo'llanmasi asosida mana markazlarida
sertifikat olish uchun o'qiydi hamda agar o'sha tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha kimdir masalan erkaklar sartaroshxonasi ochishi mumkin, ayollarimizda go'zallik saloni ochish mumkin barcha olis hududlarimizda. Mana shu tadbirkorlikka o'zini o'zi band qilish, oilaviy ham moddiy ham ma'naviy tomondan oilasiga ko'mak berish uchun, o'zini o'zi band qilish uchun mana shunday o'quv kurslariga mahalla yettiligi bugungi kunda faollik ko'rsatib, yo'llanma berib kelmoqda. Albatta. Nigora opa, shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Fuqarolarimiz ko'pincha bo'sh ish o'rinlari haqidagi ma'lumotlarga kech ega bo'lishadi. Televizor orqali yoki radio orqali eshitib qolishi mumkin, aynan mana shunday yarmarkalar tashkil etilganligi haqida. Aslida esa har bir mahallada bu haqida e'lonlar berilishi kerak va aynan xuddi shunday migratsiya sohasidagi yangiliklardan ham fuqarolarimiz xabardor bo'lib borish kerak. Bu borada hamkorlik qanday yo'lga qo'yilgan? Haqiqatan ham juda to'g'ri savolni berdingiz. Mana bugungi kunda juda ham ko'p mana ommaviy axborotdan tashqari mana Instagram, Telegram, Facebook kabi ko'plab telefonlarimizda kanallar tashkil etilganda, har bir hududni o'zini yoshlar Telegram kanali bor. Aholi o'rtasida o'sha xabarlar tarqatadigan o'zini Telegram kanallari borda, butun yangiliklarni, boyagi aytganingizdek, ish o'rinlari yarmarkasini tashkil etish bo'yichadagi o'sha e'lonlarni ham o'sha gruppalar orqali e'lon berib boriladi. Fuqarolar bugungi kunda juda ham ko'p fuqarolarimiz hammamiz ham Telegramda o'tiramiz, Instagramda o'tiramiz. Bo'layotgan voqealardan, xabarlardan qanaqa xabar chiqyapti, aholi uchun qanaqa imkoniyatlar yaratilyapti, barchasini o'sha Telegram kanallari, Instagram kanallari orqali ko'rib boryapti-da. Shuning uchun mahallalarda bugungi kunda guruhlar tashkil qilingan, Telegram guruhlari, Instagram, YouTube guruhlari o'z vaqtida ma'lumotlar yetkazilib turibdi. Ma'lumotlar yetkazilib borilyapti. Juda asos. Marhamat. Hozirgi kunda mahallalarda profilaktika inspektorlari yagona migratsion bazasi bor. Bu bo'yicha hozirda Jizzax viloyatimizda 45 mingta fuqaro chet elga ketgan bo'lsa, hammasi bazada ko'rinib turadi. Nima maqsadda ketgan, ishlash maqsadiga ketganmi, sayohat maqsadiga ketganmi yoki dam olishga ketgan, hammasi bazamizda ko'rinib turadi. 90 kundan ortiq bo'lganlar. Bu bo'yicha mahalla yettiligi bilan to'g'ri ishlar tashkillashtirilgan. Misol uchun mahalla yettiligi fuqaro agarda chet eldan kelsa, birinchi o'rinda profilaktika inspektorining yagona migratsiya elektron bazasi ko'rinadi. Chegaradan o'tgandan ko'rinadi. Bu mahalla yettiligi keyin borib o'rganib, asoslantiruvchi rasm tashlaydi. Fuqaro bilan suhbatlashadi. Boyaga chet elda salbiy holatlar ta'sirida bo'lmaganmi, aldanib qolmaganmi, suhbat o'tkazib, bizda yagona migratsiya elektron bazasiga o'zining asoslantiruvchi rasmini yuklaydi bu bo'yicha. Keyin bu bo'yicha agarda jabrlanuvchilar bo'ladigan bo'lsa, biz mana migratsiya agentligi bilan hamkorligimiz bor. Bularga ma'lumotlar berib, bu bo'yicha ishlab tashkillashtirib kelyapmiz hozir. Qaytganlar bo'yicha ham ishlar tashkillashtirib, misol uchun turli yot g'oyalar ta'sirida tushib qolgan bo'lishi mumkin chet elda. Ular bo'yicha ham alohida ishlanib, ma'lumotlarni qilib kelyapmiz. Yana bitta narsani qo'shimcha qilmoqchiman-da, bugungi kunda mahalla yettiligidan tashqari mahalla 17ligi ham tashkil etildi. Bu mahalla 17ligi kimlar? Barcha soha vakillari har bitta mahallaga biriktirilganda, bu ham juda ham katta ijobiy natija beradi bugungi kunda. Ayniqsa mana kambag'allikni qisqartirish, ishsizlar sonini kamaytirish, keyin yana bitta quvonarli tomoni bugungi kunda bizning Jizzax viloyatimizda juda ham ko'p ishlab chiqarish fabrikalar, zavodlar ochilyapti-da. Boyaga aytganda biz aholiga mana shu mahalla yettiligi bilan aholiga xorijga ketmoqchi bo'lgan istagini bildirgan fuqarolarimizga viloyatimizda kerak bo'lsa bizning O'zbekistonimizda qancha o'sha xorij davlatidagi pul mablag'ini beradigan darajadagi zavod, fabrikalar ishlab chiqarish, tadbirkorlik yo'nalishlariga biz tavsiyalar berishni mana shu mahalla yettiligi bugungi kunda oldiga maqsad qilib qo'ygan hamda amaliyotda bajarib kelyapti. Marhamat. Hozir mana bular hammasi fikrlarini aytib o'tishdi. Shu jumladan mana o'zimni fikrimizni, ya'ni migratsiya agentligi tomonidan tashkil qilingan, ya'ni siz bergan yuqorida bergan savolingizga javob qilib qisqagina qilib aytib o'tsam, biz mahalla yettiligida o'z xabaringiz bor, yettilikning ichiga qaysidir sohalar kirishini. Ya'ni biz har bir tumanda viloyat shtabi tashkil qilganmiz, migratsiya shtabi. Migratsiya shtabi o'sha o'zimizni binoda joylashgan. Har bir tumanda bandlik boshqarmalarida joylashgan. O'sha shtabda mahalla yettiligida har bittasidan bittada mas'ul xodim o'tirishadi. Ya'ni yuqorida aytib o'tayotgan o'sha targ'ibot ishlarimizni biz shtab orqali o'sha shtabga beramiz. Shtabdagi misol uchun yoshlar o'zini yo'nalishi bo'yicha hokim yordamchisi,
ichki ishlar, xotin qizlar hammasi o'zini yo'nalishi bo'yicha biza beradigan, misol uchun oddiy qilib aytayotgan o'sha ish o'rinlarini mahallada har bir fuqarogacha to'liq yetkazilyapmiz deb ayta olaman. To'liq shtab faoliyati doimiy davom etib kelyapti hozirgi kungacha. Shu o'rinda ichki ishlar vakillarini ham fikrlarini eshitib o'taylik. Hamkorlik borasida qanday ishlar yo'lga qo'yilgan? Marhamat. Mahalla va ichki ishlar o'rtasidagi hamkorlik. Mahalla va ichki ishlar o'rtasidagi hamkorligimiz Vazirlar Mahkamasining 754 sonli qarori bor. Unga asosan obod va xavfsiz mahalla tamoyili asosida mahalla yettiligi uyma-uy kirib aylanib chiqadi. Har bir uyma-uyda imkon qadar uyma-uy aylanib chiqadi. Agarda mahalla yettiligi muammolar bo'ladigan bo'lsa, ijtimoiy profilaktika bo'yicha xulosalar beradi. Masalan uchun qaysidir xonadonga borsa, ishsiz bo'ladigan bo'lsa, hokim yordamchisiga xulosa beriladi. Ijtimoiy profilaktika obyekti sifatida xulosa beriladi. Xulosaga asosan hokim yordamchilari ularni bandligini ta'minlash yuzasidan chora-tadbirlar ishlab chiqariladi. Agarda uning bandligi ta'minlangandan keyin qo'shma xulosalar tuzib yakunlanadi bo'yicha. Agarda xotin-qizlar bo'ladigan bo'lsa, ishsiz xotin-qizlar bo'ladigan bo'lsa, xotin-qizlar faoliga beradi. Toifasiga qarab mahalla yettiligi bilan hamkorlikni amalga oshirib boraveradi ichki ishlar organlari. Dilshod aka, bevosita siz fuqarolar bilan yaqin muloqotda bo'lasiz, ularni fikrlarini, dardlarini va ularni sizga beradigan savollarni ko'p bora tinglagansiz va javob berishga harakat qilgansiz. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun bugun fuqarolarimiz chet davlatga chiqib ishlashni ma'qul ko'rishmoqda? Agar e'tibor qaratayotgan bo'lsangiz, migratsiya orqali emas, rasmiy yo'nalishlar orqali emas yoki o'zlarini xohishi bilan o'zlari xohlagan davlatga noqonuniy chiqishni xohlayotgan fuqarolarimiz ko'plab topilyapti va aynan mana shu yo'nalishlari orqasidan esa ular ba'zi bir tushkunliklarga, qiyinchiliklarga tushib qolayotganligini ham guvohi bo'lyapmizda. Mana yuqorida hozir vakillarimizni fikrlarini eshitib o'tdik. Viloyatimizda ham juda ko'p ishlab chiqarish zavodlari, sexlar yo'lga qo'yilgan. Aynan mana shu zavodlarda, sexlarda ishlashni xohlamasdan aynan ular chet davlatga chiqib ishlashni ma'qul ko'rishyapti va yuqoridagi mehnat yarmarkasida ham aynan faqat mana shu yo'nalishlardagi bo'sh ish o'rinlari taklif etilyapti. Nimagadir ular qabul qilishmayapti. Marhamat. Hammamiz ham nafaqat deputatlar, partiya xodimlari, hammamiz ham fuqarolar mahallada yashaymiz. Fuqarolar bilan muloqot qilamiz. Kelinglar tan olaylik, birinchi navbatda fuqaro nimani ko'radi xorijda? Uni xayolida oddiy qilib aytganda katta maoshni ko'radi birinchi navbatda. Bu yerdagi boya aytganimizdek asosiy urg'u berayotganimiz tartibli va xavfsiz migratsiya haqida. Ular afsuski hamma vaqt ham tushunchaga ega emas. Ularni faqat bitta ko'rgan va ularni o'ziga xos, o'ziga jalb qiladigan ohangrabo narsa bu oylik ish haqi. Ular aminki shu yerga borsa kamida $5000 oylik oladi. Vaholanki asl vaziyat qanday bo'lishi keragi, buni tartib tamoyili borligi, huquqiy jihatdan hamda ijtimoiy maishiy jihatdan qanday oqibatlarga olib kelishi haqida hamma vaqt ham tushunchaga ega bo'lavermaydi. Boyaga yuqorida aytayotganimizdek, hamkorlik masalasida baribir siz bilan biz olib borayotgan faoliyatga beriladigan baho aynan shu mezon bilan o'lchanadi. Ya'ni fuqarolarning qanchalik xabardorligi, qanchalik asoratli holatlarga kam tushish holati va yoki ularning boyaga aytganimizdek ana shu pirovard maqsadimiz bo'lgan xavfsiz va tartibli migratsiyani qay darajada amalga oshirilayotganligi haqidagi bahoni mavjud vaziyat, ya'ni fuqarolarning fikri bildiradi. Endi bu yerda aslini olganda qiladigan ishimiz juda ham ko'p, juda ham mas'uliyatli va bu yerda boya bekorga bejizga men agentlik vakiliga bu savolni berganim yo'q. Endi tasavvur qiling, 1,5 millionlik mayli aholi jihatdan kichik bo'lsa ham Jizzax viloyati uchun 3 kishi yo 4 kishini faoliyat ko'rsatishi bu umuman mantiqsizlik deyish ham mumkin-da. Juda ham sal boshqacha qilib aytganda. Aytmoqchimanki, balki jamoatchilik fikrini shakllantirish kerakdir. Bu agentlikning xodimlarini, hududlardagi xodimlarning sonini ko'paytirish kerak. Bularga qo'shimcha tarzda ko'ngillilar, huquqshunoslar, xalqaro munosabatlar bo'yicha mutaxassislar kerak bo'ladi. Chunki bular faoliyatini yanada keng quloch yoydirish uchun juda ko'p mutaxassisliklarning keragi bo'ladi.
chunki oldimizda juda ham katta imkoniyatlar eshigi ochilgan. Barcha mana hozir jahonda ketayotgan shunday tendensiyalar borki, bu yerda Yevropa ittifoqini mamlakatlari, Yaponiya mana rivojlangan, asosan rivojlangan 7 mamlakatlari, Yaponiya, Janubiy Koreyada bundan buyon ishchi kuchiga ehtiyoj oshsa oshadiki, kamaymaydi. Bu albatta biz uchun, xususan O'zbekiston Respublikasi uchun juda ham katta imkoniyatlar eshigini ochadi. Ya'ni yana ham o'sha xavfsiz va tartibli va migratsiyani amalga oshirish uchun. Hozir bizning oldimizda turgan muhim masalalardan biri faqatgina ishchi kuchi emas, malakali va kerak bo'lsa yuksak malakali ishchi kuchlarni yetishtirib chiqarish. Birgina boya mutaxassisimiz aytgandek, Germaniya Federativ Respublikasining o'ziga oddiy malakali 40 ming nafar hamshira talab qilinyapti. Agar adashmasam. Yaponiya va Janubiy Koreyaga yuqorida aytganimdek 15 ming nafar mana bu ijtimoiy sohada, servis sohasida xizmat qiladigan odamlarni talab qilyapti. Ular kamida tilni yaxshi bilishi kerak. Tasavvur qiling, mana servis sohasida ishlayotgan odam tilni bilmas. Shuning uchun bunda imkoniyatlar juda ham ko'p. Bitta misolni aytishim mumkin. Mana bu Yevropa ittifoqining 2030-yilgacha belgilangan migratsiya bo'yicha strategiyasi. Ya'ni o'sha yerda ochiqdan ochiq yozib qo'yilgan. 3 ta maqsad qo'yilgan. O'sha maqsadlardan bittasi Yevropa ittifoqining o'sha strategiyasida bu aynan Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo mamlakatlaridan malakali mutaxassislarni Yevropa ittifoqiga olib kelish, doimiy ishlash va yashash uchun. Ularda mana shu Talent Partnership degan loyiha bor, ya'ni bu o'zbek tilida aytganda iqtidorlar bo'yicha hamkorlik. Bu aynan mana shu Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyodagi yuksak malakali mutaxassislarni o'zlariga olib kelib, ularga nafaqat ish bilan, kerak bo'lsa uy-joy bilan va xizmat pillapoyalarida muvaffaqiyatli oldinga siljish haqida g'amxo'rlik to'g'risida aytib o'tilgan. Bunda imkoniyatlar juda ham ko'p. Uzr, gapingizni bo'ldim. Ijtimoiy tarmoqlardagi murojaatlar, reklamalar yoki aynan chet davlatlarga chiqib ketish yo'llari haqida va u yoqdagi ishlar haqida ham juda ko'p bora reklamalar berilyapti. Fuqarolar esa aynan mana shu reklamalarga, e'lonlarga ishongan holda ham migratsiyaga murojaat qilmasdan o'z xohishi bilan noqonuniy yo'llar bilan chetga chiqishga harakat qilyapti. Afsuski, mana shu ijtimoiy tarmoqlarda berilayotgan ma'lumotlar nafaqat e'lonlar, reklamalar, ma'lumotlarning ko'pchilik qismi tagida asosi bo'lmagan mishmishlar va rasmiy manbalardan olinmagan xabarlar u yerda juda ham ko'p. Va afsuski, aynan o'shalarning jozibadorligi bizga ma'lumki, hamma nima deydi, yopiq narsalar ham, yovuz narsalar ham afsuski chiroyli va yaltiroq o'ramlarda tortiq qilinadi. Mana shu narsa bizni fuqarolarimizni o'ziga boya aytganimdek ohangrabodek jalb qilib va oxir oqibatda ayrim holatlarda noxush oqibatlarga olib kelyapti. Albatta. Qilib o'tsam maylimi? Marhamat. Yo'nalish bo'yicha mana hozirgi mana shu Jizzax viloyatimizni misol qilib oladigan bo'lsak, mana shu fuqarolarimizga juda keng imkoniyatlar berilyapti. Juda ko'p ta'kidlab o'tyapmiz mana shu iborani. Demoqchimanki, mana shu Jizzax viloyatimizning o'zida bitta misol qilib aytib o'taman. Birinchi sonli texnikumimizda xalqaro kara maktabi ochdik. Endi e'tibor berib turinglar, hozirgi aytmoqchi bo'lgan so'zlarimga. Bu o'qishimiz tekin 3 oy 1 hafta o'qitiladi. Slovakiya davlatiga ishga olib ketiladi. O'sha kursni bitirgandan keyin, qisqa kursni bitirgandan keyin kara haydovchisi degan guvohnoma beriladi, sertifikat beriladi. To'g'ridan to'g'ri Slovakiya davlatiga borib, o'sha ish beruvchi kelib, ekzamen oladi, ya'ni imtihon oladi-da, rus tilida olinadi. Biz mana shu loyihani bitta Jizzax viloyatida ochildi-da, bu respublika bo'yicha. E'lon berdik. Bizning Telegram kanallarimiz ham bor, Instagram kanalimiz bor. Ommaviy axborot vositalarida bu narsalarni reklama qildirdik, aytib o'tdik, targ'ibotlar qildik, uchrashuvlar qildik. Eng asosiysi bilasizmi, qiziqarli joyi nimada? Bizni viloyatimizdan o'sha yerda o'qiydigan fuqarolarimiz juda kam. Qoraqalpoq, vodiy, voha tomonlari juda ko'p keladi-da, lekin aynan mana shu Jizzax viloyatimizning o'zidan
o'qiydigan fuqarolarimiz kam. Bunga qo'shimcha qilib, misol uchun o'sha Germaniya davlati deymiz, mana Abu Ali ibn Sino texnikumimizda hamshiralikka o'qiydigan o'sha talaba qizlarimizni Global Guide loyihasi bo'yicha hozir kurs ochganmiz. Bular ham xuddi shunday o'sha o'qishni bitiradi, to'g'ridan to'g'ri hozir bular darslari nemis tilida olib boriladi. O'qishni bitirib, diplomlarini olib, o'sha Germaniya davlatiga ketish imkoniyatiga ega. Ishonasizmi? Demoqchimanki, bizni mana shu mahalladagi mas'ullarimiz, xodimlarimiz targ'ibot qilishiga qaramasdan, men o'ylaymanki, mana shu ota-onalarimizni o'sha nima deydi, ma'naviy bo'shliqlarini ko'proq o'sha mana bu ijtimoiy tarmoqlarga emas, ommaviy axborot vositalariga, ya'ni o'sha davlat muassasalariga, rasmiy nimalarga e'tibor bersa yaxshiroq bo'lardi deymanda. Sababiki hammasi kelganda bular oson, tez daromad topishga intilishadi. Mana o'sha jarayonlarda biz guvoh bo'lamiz. Boya yuqorida Dilshod aka aytib o'tganlaridek, har xil vaziyatlarga duch kelganda mana shunga bordim, o'sha agentlikka, o'sha xususiy tadbirkor deymizmi, ularni qanaqa faoliyat yuritayotgan tashkilotlar deymizmi, aldanib qoladiganligini bilib o'tiribdi, tushuntirib aytganingizdan keyin ham o'sha joyga borib qolishadi. Men bu o'sha yoshlarimiz emas, men bularning ota-onasini ham ba'zi bir uzr so'rayman, avvalambor aybdor deb bilaman. Chunki ota-ona so'rash kerak bulardan, qayerga boryapsan? Mana shu yoqqa boryapsan, shunaqa. Yo'q. Mana davlat tashkiloti, migratsiya agentligiga bor, qonuniy. Bizlar tomonidan ketgandan keyin o'sha o'qigan sertifikatlarini kompensatsiya sifatida pulini qoplab beradi. Avia chiptalarining pulini qoplab beradi. U yoqqa borgandan keyin o'sha davlatida huquqlari kafolatlanadi. Xavfsizligi kafolatlanadi. Qanaqadir boy yuqorida aytib o'tgandek, ularga tekin advokatlarimiz bor-da bizni. Har bir o'sha davlatlarda bizni o'zimizni vakolatxonadagi xodimlarimiz bor mas'ul. Hozir mana so'zingiz davomida Jizzax viloyatida, respublikamiz bo'ylab aynan Jizzax viloyatida tashkil etildi dedingiz, ish o'rinlarini yaratish maqsadida va aynan chet davlatlarga chiqishi uchun o'qish joriy etilgan. Lekin mana hozir tushuntirish targ'ibot ishlari olib borilyapti deyapsiz. Baribir fuqarolarimiz aynan viloyatimizda yaratilgan mana shu imkoniyatdan foydalanishni ma'qul ko'rishmayapti. Ular aynan ijtimoiy tarmoqdagi mana shu yolg'on e'lonlarga, yolg'on va'dalarga ishonishyapti. Demak, targ'ibot yo'llarida qanaqadir biz ham ularga yetib boradigan darajada ishonarli targ'ibot yo'llarini topishimiz kerakmikan? Nima deb o'ylaysiz? Albatta to'g'ri. Endi bu nimaga fikringizga men qo'shimcha qilib aytamanki, bizda endi ochiq aytib o'tishim kerak, o'sha chet davlatlarga borib migratsiya agentligi orqali ketgan fuqarolarimiz ham o'shanaqa bir sabablarga uchrab qolganda endi u sabablarini biza vaqtida joyida borib o'rgangan holimizda ular hammasi nimani oqibatida, mana shu tilni bilmaganligini oqibatida sabablar kelib chiqyapti. Oddiy bitta narsa, ularga berilgan ishni to'liq bajara olmaydi. Men shuncha ish qildim deydi, lekin ularni u yoqqa borgandan keyin fuqaro bilan ish beruvchini o'rtasida tuziladigan o'sha mehnat shartnomasi bor-da. Tilni bilmagandan keyin, to'g'rimi, shartnomani o'qib tushunmagandan keyin o'qib qo'yib ketaveradi. Balki bu yerda hukmdir. Qo'polon bo'lsa. To'g'ri. Endi o'sha narsalarni biz o'sha agentlikning xodimlari, vakolatxonani xodimlarimiz borib bu narsaga aniqlik kiritilishida bizni fuqarolarimiz aybdor bo'lib qoladi-da. Bularning sababi o'sha qissa qilib aytganda tilni bilmaganligi. Ular qaytib kelib, unaqa har xil bo'lgan gaplarni aytadi. Ular nima qiladi oqibatda? Qisqagina, uniki oson deb o'ylaydi. Shunaqa ekan. Yo'q, aksincha. Atrofdagilarga o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Sog'lom fikrlaydigan odam shunday deb o'ylaydi. Har bitta o'sha O'zbekiston Respublikasining fuqarosini fuqarolik pasportining orqasiga yozib qo'yilganda, har bir fuqaro o'sha O'zbekiston Respublikasining himoyasidadir debda. Qisqa qilib aytganda demoqchimanki, fuqarolar bitta narsani tushunib yetish kerak. Men davlat tomonidan ketyapman. Meni orqamda prezidentim turibdi, shuncha davlat turibdi. Himoya qilib oladi degan tushunchani ular o'ziga singdira bilish kerak. Albatta. Marhamat, fikrlaringiz bo'lsa. Mana hozir biz reklamalar qilyapmiz, ommaviy axborot vositalarida deyapsiz-da.
qancha mana bizda viloyatda 304 ta mahalla bor. Qaysi mana ishsizlik ko'p mahallalarni qaysi hududlarida mana shu boyagi o'quv kurslari bo'yicha reklamalar qildilaringiz aholi o'rtasida? Aniq faktlar bilan javob kutyapmiz. Aniq faktlar bilan bo'lgan bo'lsa, mana men yuqorida boya aytib o'tdim, shaxsan o'zim yurganman. Mana shu viloyatimizda o'sha 13 ta tuman bo'ladigan bo'lsa, 13 ta tuman eng og'ir, eng chekka joylargacha borib kelganman. O'zim suhbat qilib, o'sha targ'ibot, tashviqot, o'sha ko'rgazmalarimiz bilan borib uchrashuvlar o'tkazib kelganmiz. Endi men o'zim shunday bemalol ayta olaman, eng og'ir chekka hududda siz misol keltirib o'sha yerga borib migratsiya desangiz falonchi kilo deb bemalol ayta oladi, men o'zimga ishonaman. Chunki mana shu viloyatimizda o'tgan yili o'sha 58 ta og'ir mahalla bo'ladigan bo'lsa, misol uchunda har bitta mahallaga borib mahalla yettiligini o'zi bilan uchrashib, alohida ana undan keyin ularning fuqarolari bilan alohida uchrashib, vaqt kelganda uyma-uy kirib uchrashib chiqqan joyimiz bo'lgan. Shaxsan o'zim borganman. Lekin natijasi sezilmayapti-da. Natijasi Siz bilasizmi? aytayotgan kurslarda tashkil etilayotgan imkoniyatlardan foydalanishingiz Natijasi bilasizmi? Bizning fuqarolarimiz nima uchun? Bular oson, tezroq daromad topishni harakatini qiladi. Lekin oddiy bitta mana hozirgi o'sha Rossiya davlatini misol qilib oladigan bo'lsak, eng achinarlisi bilasizmi? Bizni hozir o'sha zamon talabini til hozir hamma joylarda so'raladigan bir vaqtda o'zida bizni fuqarolarimiz oddiy rus tilini bilmaydi. Biz migratsiya agentligi tomonidan tekin o'quv kurslari ochdik. Nemis, yapon, koreys tillari bo'yicha. Ishonasizmi? Nima deydi? Endi buni aytishni to'g'ridan noto'g'ri fuqarolarimiz kelib o'qimadi. Tekin o'quv kurslariga xohlashmadi. Bu bo'yicha o'sha mahalla yettiligi bilan, yoshlar agentligi bilan, hokim yordamchilari bilan, har bitta tuman hokimining o'rinbosarlari bilan ishladik. Endi savol bor. Marhamat. Ochiq munozara bo'lganligi uchun, xalqimizga tushunarli bo'lishi uchun ma'lumotlarni aniqroq aytishimiz kerak. Boya Slovakiyaga o'qish nimasini joriy qildik dedingiz. O'sha Slovakiyaga borib ishlagan ishchilarga o'rtacha qancha miqdorda oylik haqi to'lanadi? Endi o'sha so'zim o'sha yerda bo'linib qoldi, to'liq qilib davom ettirib o'tib ketay. O'sha o'qish jarayoni 3 oy 1 hafta o'qiladi. 3 oy 1 hafta ichida ularning yotoq joyi bor. Ya'ni o'sha uzoq tumanlarimizdan yoki boshqa viloyatlarimizdan kelgan fuqarolarimiz uchun yotoq joylari bor. 3 mahal ovqat beriladi. Ertalab, obed, kechqurungi ovqatlar beriladi. Bu bo'yicha bor yo'g'i 200 ming so'm, 170 ming so'm, 170 ming so'm pul to'lanadi har bir oyiga. Endi siz aytayotgan savolingizga men javob berib o'taman. Boshlanishi 1,5 ming yevrodan oyligi boshlanadi. 1,5 ming yevrodan. U borgandan keyin o'zining fuqaroning xarajatlari qanchaga tushadi? Fuqaroning xarajatlarini hammasini ish beruvchi tomonidan qoplab beriladi. Boya siz yana bir qo'shimchani aytib ketdingiz, borishi, yo'l xarajatlari, ish bilan ta'minlanishi bizning hisobimizdan bo'ladi degan gap. Qarang, endi bu yerda ba'zi bir davlatlar savolingizni tushundim. Ba'zi bir davlatlarning ish beruvchilari o'zlaridan xarajatini qiladi. O'zlari xarajat qilib kelsin deydi. O'shanday hollarda sertifikati bor bo'lganlarga o'sha sertifikatning to'lovlari bo'ladi-ku endi. O'shalarni ma'lum bir miqdorini agentlik tomonidan kompensatsiya sifatida qoplab beriladi. Avia biletlari kompensatsiya sifatida qoplab beriladi. Ketish xarajatlari, yana boyagi bilet olgandan keyin ular hammasi kompensatsiya sifatida qoplab beriladi. Eng asosiysi bularni hattoki sug'urta ham qilib beramiz. Hammasi agentlik tomonidan bo'ladi. Ba'zi bir ishchilarimiz bor, mana boya yuqorida aytib o'tgandek Slovakiya davlatiga o'xshagan davlatlarimiz o'zlaridan xarajat qilib olib ketishadi. Bular borgandan keyin oyligidan ma'lum bir vaqt ishlab to'lashga harakat qiladi. Agar ularni o'sha belgilangan muddatda ishlasa, bu pullar to'liq yana fuqaromizga qaytarib beriladi. Endi qo'shimcha, Slovakiyaga borish uchun qaysi tilni bilish talab etiladi? Rus tili. Rus tili. Mana kecha o'sha kara bo'yicha imtihonimiz bo'lib o'tdi. Ishonasizmi? Fuqarolarimiz endi aytishga ham yo'lasida 16 ta fuqarodan 3 tasi o'tibdi. Mana shu kara maktabimizda kara bo'yicha o'qitilyapti. Rus tili tekin o'qitilyapti. Odamlar buni ko'chada pulga o'qiydi-da, pul to'lab o'qishayapti.
rus tilini o'qishadi. Endi o'ylab ko'ring, achinarli holatni o'qigan bor, uqqan borda, mana shu prezidentimiz tomonidan yaratib beriladigan, davlatimiz tomonidan, hukumatimiz tomonidan yaratib berilayotgan imkoniyatlardan to'liq foydalanadigan fuqarolarimiz juda ham kamayib ketyapti. Bular o'ylaydi shunchaki bular oddiy holat deb. Yo'q. Odam birinchi o'zidan so'rash kerak-da. Menga berilayotgan imkoniyatdan to'liq foydalanamanmi, yo'qmi deb. Keling, sizni fikringizga qarshi menda fikr bor edi. Endi boyagi imtihon deysiz, talab ma'lum miqdorda talab borda. Misol uchun, mana hammamizga sir emas, asosiy xalqimiz Rossiya Federatsiyasiga ishlash uchun ketyapti. Til biladimi, bilmaydimi, u fuqaroning birinchi darajadagi muammosi emas. Eng muhimi, birga ketayotgan yoki oldin borib kelgan sheriklar bor, ular birga olib ketsa yetarli deb o'ylaydi. Undan tashqari borgandan keyin qancha oylik olishi, uni borgandan keyin kutib turadigan muammolari ikkinchi darajada bo'lib qoladi. Mana borib ishladi, mehnat migratsiyasi orqali emas, o'sha boyaginday o'zining tanishlari orqali borib ishlayotgandagi topayotgan daromadidan mehnat migratsiyasi orqali borgandagi daromadining tafovuti qanday? Qaysi birida ko'proq pul topishi mumkin? Endi hozir biza tomonidan beriladigan daromadlar oddiy bitta Rossiya davlatini misol qildirib o'tyapsiz. Ularda beradigan oyliklari ham $1000 dan kam emas. Ko'p emas. Mana oddiy bitta Rossiya davlatidan bitta ish beruvchini oladigan bo'lsak, $1000 dan kam oylik to'lamaydi. Sizlar jo'natganlar? Bizlar jo'natganlar. Ya'ni ular nima qiladi? O'sha belgilangan ishiga qarab $1000 oyligidan tashqari qo'shimcha ishlari yoki qo'shimcha vaqtlar ko'proq ishlasa, ularning oyligi ko'payib ketaveradi. Bu kafolatlangan agentlik tomonidan. Hozir bizning eng og'riqli nuqtamiz ham shuda. Fuqarolarimiz boryapti, ular og'zaki shuncha daromad oldik deydi, lekin oxir oqibatda bizga yetib keladigan ma'lumotlar bilasizmi? Oyligini ola olmay qolgani qancha, qamalib qolgani qancha, misolda. Shunday. Lekin hozir misol uchun meni o'zimdan misol bo'ladigan bo'lsa, $1100 emas, $1000 olib xavfsiz yurganim ma'qul. Oddiy bitta misol. Eng qizig'i bilasizmi, o'sha ma'lum bir vaqt yashab, yashirinib, qayerdagi bir muammolarga duch kelib, qiynalib yurgandan ko'ra, tinchgina xavfsizlik ta'minlangan holda, qo'rqmay, ochiq oydin ishlab yurgani ma'qulda. Albatta. Buning uchun o'sha fuqarolarimiz to'g'ri xulosa qilish kerak. Mana shu joyga qo'shimcha qilmoqchi edim. Ya'ni Marhamat. hozirgi kunda bundan bu yog'iga ham chet elga chiqmoqchi bo'lgan fuqarolarga bu tavsiya bo'ladi. Eng avvalambor chet elga borgandan keyin o'sha davlatning qonun qoidalarini bilish kerak. Qaysi davlatgadir ishga ketyapsizmi? Demak, siz u davlatning qonun qoidalarini o'rganib, o'sha talablarga bo'ysungan holda yurishingiz so'raladi. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boryapmiz, ko'pgina holatlarda ziddiyatli vaziyatlar yuzaga kelyapti. Ziddiyatli vaziyat yuzaga keladigan bo'lsa, imkon qadar og'irroq bo'lish, agar masala o'zi bilan hal bo'lmaydigan bo'lsa, bunda o'sha davlatda joylashgan konsullik muassasalari yoki elchixonalarga murojaat qilish eng to'g'ri yechim bo'ladi. Bitta qo'shimcha qilib o'tib ketay. Mana hozir biz bu yerda suhbatlashyapmiz, lekin bizdagi jarayon bu yerda hammaga qorong'u deb bilaman-da. Ya'ni noma'lum. Bizda tartib shunday bo'ladi. Mana bugun ish beruvchini o'sha suhbati e'lon qilindi. Bugun tartib bizda shunday bo'ladi. Biz targ'ibot ishlarini amalga oshiramiz. O'sha boya yuqorida aytib o'tganimdek, har bitta tumanimizda migratsiya shtabi tashkil qilingandir. O'sha shtabga biz tashab beramiz. U mahallalarda bilasizlar, hammasining o'zining kanali bor. Yoshlarning kanali bor, hokim yordamchisining, mahallaning umumiy kanallari bor. Fuqarolar murojaat qiladi-da, fuqarolarga yengillik bo'lish maqsadida biz har bitta tumandan tashkil qilingan shtabdan fuqarolarimiz qatnashadi. Bizda tartibi shunday, suhbat bo'ladi, rus tilida suhbat bo'ladi, ish beruvchi bilan, ya'ni onlayn. Ba'zi bir paytlarda offlayn bo'ladi. Onlayn suhbatdan misol uchun suhbatdan o'tgan fuqaroni biz pasportini olamiz, e'tibor berib turing, pasportini olamiz, registratsiya qilib, biz ish beruvchiga tashab beramiz, ya'ni ular proverka, ya'ni tekshirib, mumkin taqiqi bor yoki taqiqi yo'q ekanligini aytadi. Biz nima uchun bu ishlarni qilamiz? O'sha fuqarolar yoqqa borgandan keyin, o'sha davlatga borgandan keyin sarson bo'lmasligini oldini olamiz biz. Biz o'sha harakatlarda amalga oshirilib,
ish beruvchi bo'ldi, bular ishga kelsa bo'ladi, hech qanaqa taqiqlari yo'q ekan o'sha davlatimizda degandan keyin biz fuqarolar chaqirib, ya'ni migratsiya bilan shartnoma qilib, rozimisan, bilet olsinmi, nima qilsin? Bo'ldi, kelishilgandan keyin biz ularga bilet olib beramiz. Ya'ni ish beruvchi tomonidan bilet tashab beriladi. Yotoq joylari ta'minlanadi. Endi boyagidek bular o'sha tilni bilmasa ham ketasan degan joyi borda, endi ko'chada misol uchun deylik bitta tumanimizning mahallasida bittasi chiqadi-da, "Yur, men seni ishga olib ketaman" deydi. Eng og'riqli muammolar ham o'shalardan kelib chiqadi. Lekin o'sha yerda ketadigan o'sha mahalladagi hamma bir-birini taniydi. To'g'rimi? Shunday. Qo'y, unday qilma, mana bu davlat orqali ketaylik deydigan bir sog'lom fikrlaydigan odam o'zi yo'q. Davlat tomonidan ketilganlar hammasi imkoniyat, hech qanaqa muammolarga uchramagan. Noqonuniy migratsiya, odam savdosi va soxta vositachilarni aholini ogoh etish masalasi bugungi kunda siz aytganingizdek dolzarb bo'lib turibdi. Siz aytayotgandek, xuddi mana shunday chet davlatga olib chiqib ketish va tezdagina yaxshi daromadga ega bo'lish haqidagi e'lonlar juda ko'p bora berib borilyapti. Litsenziyasiz vositachilar, soxta vakansiya va hujjatlar, asossiz to'lov talab qilish holatlarini aniqlash uchun qanday ishlar olib borilyapti? Buni tekshirishning rasmiy usullari bormi? Bu bo'yicha bizning respublikamiz bo'yicha o'sha 50 dan ziyod xususiy bandlik agentliklari bor. Ular ro'yxatdan o'tgan, o'sha ishga jo'natish huquqiga ega. Ulardan tashqari o'sha viloyatimizda faoliyat yuritiladigan, nazarda tutilgan o'sha faoliyat yuritadigan bir tadbirkorimiz deymizmi yoki qandaydir bir tashkilot deymizmi, bizni viloyatimizda deyarli unaqalar yo'q. Sababi biza bu bo'yicha bilsak, biza endi vakolatimiz yo'q aralashishga-da. Lekin o'sha o'rganishlar jarayonida xavfsizlik bilan hamkorlikda uchrashuvlarimiz, suhbatlarimiz bo'lib o'tadi bu bo'yicha. Bizning viloyatimizda hozirgi kunda unaqa faoliyat yuritayotgan agentliklar yo'q. Demak, rasmiy rekruting agentliklari yo'q. Yo'q. Tushunarli. Shu o'rinda ishonch telefonlari haqida ham ma'lumot berib o'ting. Bizning ishonch telefonlarimiz bor, ijtimoiy tarmoqlarimiz, o'sha migratsiya agentligi, Jizzax migratsiya agentligi degan ijtimoiy Telegram kanalimiz bor. Ikkita telefon raqamimiz bor, doim ishlab turadigan. Instagram faoliyat yuritadi. Qo'shimcha tarzda sizlardagi xorijda ish degan platforma bor. Xorijda ish asosiy degan platformamiz bu respublikamiz bo'yicha faoliyat yuritadi. Bunda asosan endi boyaga yuqorida ko'rsatilgan xususiy bandlik agentliklari, migratsiya agentligi to'liq, ya'ni o'sha Yevropa davlatlaridan beriladigan ish o'rinlari to'liq o'sha platformaga tashlab boriladi. Fuqarolarimiz o'sha onlayn ro'yxatdan o'tishlari xorijda ish platformasi orqali o'tiladi. Ayni paytda bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimizdan savollar kelishni boshlagan. Keling, ularning savollariga ham atroflicha javob berishga harakat qilamiz. Xorijdan qaytgan mehnat migrantlarini bandligini ta'minlash va profilaktikasi masalasida migratsiya agentligi mahalla bilan ichki ishlar idoralarining hamkorligi qay darajada? Bu boradagi asosiy muammolar nimada o'zi deb yozib qoldirgan. Marhamat. Endi bu bo'yicha biz ichki mehnat bozori bilan ishlash vakolatimiz yo'q. Lekin shunday bo'lsa ham kelgan fuqarolarimiz qilgan murojaatlar yuzasidan imkon darajasida biz yo'naltiramiz. Ya'ni qayerga yo'naltiramiz? Bizni o'sha vakolatimiz faqat shu ularga yo'l yo'riq ko'rsatib maslahat berish. Birinchi o'rinda o'sha bandlik boshqarmasiga yo'naltiramiz. Chunki qolgan ishlar davomiyligi bizning vakolatimizga kirmaydi. Biz faqat o'sha chet davlatda ishlash istagini bildirgan fuqarolar bo'yicha ishlaymiz. Albatta. Prezidentning mehnat migratsiyasi jarayonlarini takomillashtirish hamda xorijda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan shaxslarni qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga ko'ra 2024-yil 1-iyundan boshlab kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi huzuridagi xorijda mehnat faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslarni qo'llab-quvvatlash hamda ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish jamg'armasi mablag'lari hisobidan mehnat migratsiyasi elektron dasturi
majmuasida ro'yxatdan o'tgan va tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasiga ketayotgan fuqarolarga xorijiy tillar va kasb bo'yicha malaka imtihonlarini muvaffaqiyatli topshirganda va sertifikat olganda ma'lum bir xarajatlarni qoplab berish belgilab berilgan. Shuncha imkoniyatlar bo'la turib, nega samarali migratsiya masalasida viloyatimizda hanuzgacha muammolar saqlanib qolinyapti degan savollar bizga ijtimoiy tarmoqlar orqali ham ko'p yetib keldi. Endi hozir o'sha murojaat yo'llagan fuqarolarimizni bilmadim, nima uchun bu gapda aytilyapti. Biz o'zi aslida boya yuqorida aytib o'tganimizdek, bu to'lovlarimiz, bunaqa kompensatsiya boya yuqorida ko'p aytib o'tdik, amalga oshirilib kelyapti doimiy ravishda. Bu joyda yana o'sha fuqarolarimizni tushunmasligini oqibatida bizga kelib murojaat qilib o'sha chet davlatga ketayotgan har bitta fuqaroni o'ziga biz o'sha yerda alohida tushuncha berib o'tamiz. Fuqarolar bu yoqdan o'sha davlatga ishlashga ketgan davlatiga borgandan keyin xorijda ish platformasi orqali o'zini o'sha belgilangan nima deydi orqali hujjatlarini tegishli o'sha biletlarini, pasportlarini, ish joylaridagi hammasini o'sha onlayn orqali kiritiladi. Onlayn bularga har bitta fuqaro uchun kompensatsiyalar qoplab beriladi. Hali hech qaysi bir fuqarolarimizdan ketgan fuqarolarimizdan bunaqa bir e'tirozlar bo'lgan joyi yo'q. Keling, dasturimiz ko'rsatuvimiz so'ngida fikr mulohazalarimizda davom etishdan oldin xulosa o'rinda fikr bildirib o'tsak. Bugungi kunda viloyatimizda qonuniy migratsiyani amalga oshirish borasida qanday takliflaringiz, fikr mulohazalaringiz bor? Marhamat. Baribir mana shu yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, tegishli davlat va nodavlat tashkilotlarining, xususan mana ichki ishlar, migratsiya agentligi, jamoat tashkilotlarining hamkorligini yanada samarali tashkil etishga ehtiyoj borligi bilinyapti. Chunki mana asosiy muammolardan biri va bosh muammolardan biri shunday bo'lyaptiki, aniq rasmiy ma'lumotning yo'qligi va ko'plab fuqarolarimizning o'sha ma'lumotlarga ega emasligi haqida gap ketyapti. Bu bo'yicha ishlarni samarali tashkil etishimiz kerak, chunki mamlakatimizda hukumatimiz tomonidan yetarli tarzda imkoniyatlar berilyapti, shart-sharoitlar yaratilyapti. Boya yuqorida ta'kidlaganimdek, vaziyatni mana bu hozir dunyoda bo'layotgan va yon atrofimizda bo'layotgan vaziyatni o'zi ham bizni samarali mehnat migratsiyasini tashkil etishimiz uchun katta imkoniyatlar eshigini ochyapti. Bu bo'yicha ishlarimizni yanada takomillashtirib, hamkorlik masalasini samarali yo'lga qo'yishimiz kerak. Mana shu shundagina ko'zlagan maqsadga erishishimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, xalq deputatlari Jizzax viloyat kengashi huzuridagi kamina faoliyat yuritayotgan doimiy komissiyada xorijiy, ya'ni bu ichki, bizni mamlakatimiz ichida amalga oshiriladigan faoliyat nuqtai nazaridan va mamlakatimiz tashqarida amalga oshirilishi kerak bo'lgan va zarur vaqtning, zamonning o'zi taqozo etayotgan masalalar xususida ko'plab takliflarni shakllantirib qo'yganmiz. Xalqimizda bitta naql yuradida, tabib emas, boshdan o'tgan tabibda. Mana yuqorida aytdikki, aytib o'tdilaringiz, qiynalib qolayotgan, til bilmaydigan, kerak bo'lsa o'sha ish haqini ola olmaydigan fuqarolarimiz juda ham ko'p uchrayapti-da bugungi kunda. O'sha fuqarolarimiz davlatimizga qaytarilyapti. Keling, bitta taklif endi bu mana hozir yuqorida biz aholi tushunmaydi, biz o'zlari yashirin yo'l bilan ketadi yoki qo'shnisi bilan ketadi, tanishi bilan ketadi degan jumlani ishlatdik-a. Keling, mana shu aholi o'rtasida boyagi xorijga borib ish haqini ola olmagan, qaysidir tomonda qiynalgan bitta fuqaroni yoki bo'lmasa o'sha davlat tomonidan, migratsiya agentligi tomonidan ketgan fuqaroni o'sha juda ham ko'p chetga ketgan olis hududlarga, mahallalarga olib borib, endi baribir boshidan o'tgan, tajribasi borda, jonli muloqot bo'lsa-da, qaysi jihatiga ko'proq e'tibor berish kerakligi to'g'risida o'sha fuqarolarimiz o'zini ham qishloqlariga tushuntirib bersa, ana o'shandagina biz oldimizga qo'ygan maqsadga erishamiz. Ana o'shandaginada. Shuning uchun demoqchi bo'lganim, xorijdan
davlat tomonidan ketgan fuqaro bilan kerak bo'lsa o'sha yashirin yo'l bilan ketib qiynalib qaytgan fuqaroni o'sha aholini oldida do'stona bir suhbatini tashkil qilsak biz oldimizga qo'ygan maqsadga erishamiz. Maylimi qo'shimcha qilib o'tsam, bu bo'yicha siz aytayotgan fikrlaringizga biza o'sha chet davlatga ketgan fuqarolarimiz bilan o'sha ba'zi bir mahallalarda endi ular bilan bog'lanish qiyinda, imkoniyat darajasida biz o'sha mahallalarda, o'sha hududlarda onlayn suhbatlar uyushtirganmiz. Mana sen mehnat migratsiyasi agentligi orqali ketganingda qanaqa sharoit edi, o'tmishingda qanaqa sharoit bo'lgandi, o'zini mamnunligini, berilayotgan imkoniyatlar yaxshiligini, hozir yaxshi joylarda yaxshi daromad topayotganligini aytgan. Lekin salbiy tomonlama fuqarolarimizga kel sen adashding, mana shunaqa bir tushuntir desa uyaladi. Ya'ni nima deydi? O'sha fikr bildirishdan tortinadi. Endi demoqchimanki, boya Dilshod akam gapiga qo'shimcha qilib o'taman. To'g'ri gapni aytib o'tdilar. Endi fikrlarimizni aytib o'tsak, men shaxsiy o'zimning fikrim bo'ladigan bo'lsa, mana hozir o'sha har bitta mahallamizda, har bitta tumanimizda mas'ul xodimlarimiz borda, ya'ni o'sha bandligi ta'minlanmagan yoshlarimiz bor, fuqarolarimiz borda. Buni hammamiz bilamiz. Kim bekorchiligi, kim nima bilan shug'ullanayotganligini bilamiz. Mana migratsiya agentligi tomonidan biz tumanlarga xatlar chiqarganmizda endi. Misol uchun bizni ichki bozorimizni o'zida mana katta-katta zavodlarimiz bor. Mashina zavodlarimizda mana shu Kara maktabida o'qigan fuqaro hozir shu maktablarga mutaxassis qilib yetishtirib berishi mumkin. O'qishga ham jalb qila olmayapmiz ularni. Oddiy bitta misolda yoki o'sha tekin o'quv kurslarimizdan imkoniyatidan foydalanib o'sha fuqarolar bilsa, qonuniy mehnat o'sha qilish uchun o'sha chet davlatlarga migratsiya orqali ketsa bo'ladi. Lekin bu narsalar shuncha imkoniyatni bizni ba'zi bir xodimlarimiz, mas'ullarimiz bilib tursa ham shu narsaga majburlab olib kelishimiz kerak bo'lardi. Chunki kelajagi uchun o'sha fuqarolarimizni yaxshi daromad topishi uchun ham bizni mana shu beriladigan imkoniyatlarimizdan foydalangan har bir rahbarimiz, mas'ulimiz, fuqarolarimiz mana shu ichki bozorimiz o'zida ham talab qilinadigan o'sha ichki bozorimizni o'zi ham qoplab oladi. Albatta. Ayni payt bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Biz bu haqida qancha ko'p gapirsak kam, chunki har bir fuqaroning kelajagi, taqdiri biz uchun juda ham muhim hisoblanadi. O'ylaymizki, bu borada olib borayotgan ishlarimiz albatta o'z samarasini beradi. Biz hali bu mavzularga yana qaytamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.